taolo bugungi bo'ladigan savol javobimizni o'zi barchamizga manfaatli aylasin. Azizlar, savollarni fatvo.uz saytiga yo'llaysizlar. Inshaalloh bu savollar navbat bilan o'qiladi. Endi qaysi bir savolga bu efirda javob bera olmasak, inshaalloh albatta unga yozma javob beramiz. Inshaalloh birorta bir savol javobsiz qolmaydi. Azizlar, sizlarning ruxsatinglar bilan savol javobni boshlaymiz inshaalloh. Marhamat. Assalomu alaykum ustoz. Ba'zi kishilar ikkala qo'li bilan taomlanayotganini ko'rib qolamiz. Chap qo'lida non, o'ng qo'lida qoshiq bo'ladi. Ayniqsa ular ichida yoshi katta, nabira ko'rgan kimsalar ham bor. Mana shu tarzda taomlanishga shariatimiz nima deydi? Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu savolda so'ralgan holatdagidek taomlanish, ya'ni bir qo'lda qoshiq yoki bir qo'lda non, mana shunday ikkita qo'l bilan birgalikda taomlanishni ulamolarimiz sunnatga xilof deydilar. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlariga qarar ekanmiz, u zot sharif doimo taomlanishda o'ng qo'llarni ishlatganlar. Ya'ni bir narsa yemoqchi bo'lsalar ham, bir narsa ichmoqchi bo'lgan bo'lsalar ham doimiy o'ng qo'llarni ishlatganlar. Hatto hadis shariflarda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, sizlardan biringiz agar taomlanadigan bo'lsa, o'ng qo'li bilan yesin. Ichadigan bo'lsa ham o'ng qo'li bilan ichsin. Chunki shayton u chap qo'li bilan yeb, chap qo'li bilan ichadi degan mazmunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislari bor. Shunday ekan, demak, albatta taomlanishda bu o'ng qo'limizdan foydalanishimiz kerak. Endi zarurat holatlari bo'ladi. Misol uchun ikkita qo'l bilan bajarmasa bo'lmaydigan holatlar, non sindirish deymizmi, yoki choy quyishmi, yoki go'shtlarni maydalashmi, boring ikkita qo'l bilan qilinadigan shunaqa ishlarda albatta chap qo'limiz bizga yordam bersa bo'ladi. Xo'p, mana shunday holat. Lekin yuqorida mana savolda aytilgandek, mana yosh katta deyilyapti. Yosh kattalarni bunday holatda bo'lishligi, demak, o'z-o'zidan bu endi ko'rinishidan bir xunuk ko'rinadi. Endi ulamolar aytadilarki, agar kishida qo'lida uzri bo'ladigan bo'lsa, o'ng qo'li misol uchun bir jarohatlangan bir uzri bor, unaqa paytda chap qo'l bilan bemalol yesa bo'ladi. Chunki uzri bor. Mana shunday holatda. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, taomlanish paytida ichamizmi yoki yeymizmi, albatta o'ng qo'l bilan foydalanishimiz shart, o'ng qo'lni ishlatishimiz kerak, lekin chap qo'lni aslo ishlatmasligimiz kerak bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob. Biz ayollar ta'ziyaga borganimizda ba'zi joylarda tahlil etishmoqda, ba'zilarida esa astag'firulloh aytilmoqda. Yana ba'zilar mayit uchun salovat aytish kerak deyishmoqda. Agar hech narsa aytilmasa, dunyo gapi bilan mashg'ul bo'lib qolinmoqda. Shuning uchun mayitga naf tegishi uchun qanday zikrda bo'lishimiz lozim? Bismillahirrohmanirrohim. Dar haqiqat bir ta'ziyaga borgandan keyin hali janoza vaqtiga biroz muddat bor. Bunaqa paytda biz shu vafot etgan birodarimizga yordam qilishimiz kerak. Yordamni mana yuqorida aytilgandek, ya'ni bir qancha tahlil dedilar, istig'for dedilar, salovat. Bunga qaysi birini qilsak ham u mayitga yordam bo'laveradi. Lekin bir ishni afzali qaysi degan masalani so'rayaptilar bu yerda. Ulamolar aytadilarki, bunday holatda afzalu zikr, ya'ni tilovatul Qur'on degan mazmunda hadis shariflar bor. Ya'ni zikrlarning eng yaxshisi Qur'on tilovati deyiladi. Ya'ni borgan odam hali demak janozaga ozgina vaqt bor, kutib o'tirish kerak. Bunaqa paytda agar Qur'on o'qishni biladigan bo'lsa, Qur'on o'qish kerak. Shuni Qur'onni ba'zi bir joylarda shunaqa sharoitlar bor. Bir pasda Qur'onni 30 porani bo'lishadi, janozagacha ham bitta xatmi qilib qo'yadi. Mana shunaqa agar Qur'on o'qishni biladiganlar bo'lsa, Qur'on o'qisin. Agar yo'q, Qur'on o'qishni bilmaydiganlar bo'lsa, ular zikrlarni, yuqorida aytilgan zikrlarning hammasini qilsa bo'ladi. Lekin zikrlarning ichida ham Qur'ondan keyin turadigani la ilaha illalloh. Ya'ni zikr ba'da tilovatil Qur'on huwa la qawl la ilaha illalloh degan mazmunda bir ulamolarning iboralari bor-da. Demak, mana shunday. Qur'on o'qishni biladiganlar Qur'on o'qish kerak. Qur'on o'qishni bilmaydiganlar shu la ilaha illallohni aytadigan bo'lsa, u juda katta bir mayitga yordam tekkan bo'ladi. Endi savolda aytayaptilar, haqiqatda ba'zilarini ko'rsak, shunaqa zikrlar bilan mashg'ul bo'lmaydi-da, o'zaro behuda bir narsalar bilan mashg'ul bo'ladi. Bu narsa bu yaxshi narsa emas. Chunki mana oldimizda mana mayit janozasi o'qilishi holatda turibdi. Bunaqa paytda nima qilib bo'lsa ham bu mayitga yordam qilishimiz kerak. Chunki hozir bu shu janozadan keyin, dafndan keyin o'z-o'zidan savol javob qilinadigan holat bu. Biz tiriklar bunga mana shunaqa tilovat Qur'onmi yoki zikrlar bilan agar yordam beradigan bo'lsak, inshaalloh nur ustiga nur bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob. Telefon va boshqa qurilmalardagi otishma o'yinlarini o'ynash shariatda harom sanaladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Albatta, mana shunday telefon yoki boshqa qurilmalardagi foydasiz o'yinlarni
ulamolarimiz aslo bir ma'qullamaydilar. U aslo taqiqlangan, qattiq taqiqlangan narsalardan bu. Chunki bu yuqorida savolda berilayotgan narsa bu o'yinlarni o'ynagan bilan odamni na dunyosiga, na oxiratiga aslo buni foydasi yo'qda. Behuda vaqt ketadi, vaqt isrof bo'ladi bu yerda. Masalan, ba'zan yoshlarni ko'ramiz, yoshlar mana shunday narsalar bilan vaqtini isrof qilib o'tirgan bo'ladi. Ayni o'zi ularni hali zehni yaxshi, fahmi zo'r, ayni ilm ma'rifat bilan mashg'ul bo'ladigan paytda shu mana shunday hech qanday foydasi yo'q o'yinlar bilan mashg'ul bo'lishligi bu juda ham achinarli holat. Ba'zan yosh kattalarni ko'rib ham bir odam achinadi. Endi yoshlar-ku yosh desangiz, yosh kattalar ham masalan bu narsalarni o'ynashlari nihoyatda noto'g'ri narsa-da. Chunki hadislarda keladi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi degan mazmunda hadis bor. Ya'ni kishini islomini go'zalligi u befoyda narsalarni tark qilishligi bilan ma'lum bo'ladi deydilar. Ya'ni biz qanaqa musulmonmiz? Biz haqiqiy hadisda maqtalgan eng yaxshi musulmon bo'lishligimiz uchun qilayotgan ishimizga qarab turib bizga baho berilar ekanda. Agar qilayotgan ishimiz dunyo yoki oxiratga foydasi bor, nafi bor, boshqalarga foydasi bor ish bo'ladigan bo'lsa, demak biz yaxshi musulmonmiz. Agar Alloh saqlasin, mana shunday savolda so'ralganda behuda narsalar bilan vaqtimiz o'tayotgan bo'lsa, unda Alloh saqlasin bu vaqtni isrofi bo'ladi. Bunga alohida javobgarliklar bor, gunohkor bo'lishlar bor. Alloh bizga vaqtlarning qadriga yetishni hammamizga o'zi nasib qilsin. Vallohu a'lam bis-savob. Tashakkur domla. Yaqinda farzandli bo'ldim. Tanasida ikkita ziyodaligi bor ekan. Ziyoda yoki ortiq ismini qo'yishim shartmi? Bismillahirrohmanirrohim. Farzandda mana shunday ziyodalik bilan tug'iladigan bo'lsa, ya'ni ortiq ba'zilarda shunaqa barmog'i 5 ta emas, 6 ta barmoqli holatlar bo'ladi yoki boshqa bir ziyodalik bilan tug'ilgan bo'ladi. Bularga albatta masalan qiz bola bo'ladigan bo'lsa ziyoda yoki o'g'il bo'ladigan bo'lsa ortiq degan unaqa ismlarni qo'yish shart emas bu. Albatta shuni qo'yish kerak degan narsa yo'q hech qayerda kitoblarimizda. Yoki misol uchun juma kunlari ba'zan tug'ilib qolsa, ba'zilar qiz bolani Odina deb ism qo'yadi, juma kuni deb. Yoki masalan Jumavoy degan ismlar bor, juma. Yoki Ramazonda tug'ilib qolsa, masalan Ro'zivoy deydi yoki Ramazon deydi. Bunaqa bizning shariatimizda bir mavsumda, bir vaqtda, bir kunda tug'ilsa, aynan shu kunni qo'ysin yo vaqtni nomini qo'yish degan narsa yo'q. Umumiy o'zimizda hali nom qo'yish qoidasi bu joydan ishlayveradi. Ya'ni masalan ziyodalik bilan tug'iladigan bo'lsa ham kitoblarda qanday ism qo'yilgan yaxshi desa, uni hadislarda ham shunday keladi. Ya'ni Allohning ismi Abdu bilan boshlanadigan, ya'ni Abdullohmi, Abdurrahmonmi yoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ismlari bilan boshlanadigan, Muhammad Aminmi yo Muhammadmi shunga o'xshagan hali ulug'larning ismlarini qo'yadigan bo'lsak, o'z-o'zidan bu haqiqiy shariatga muvofiq ish bo'ladi. Chunki ism qo'yish ham hammamizga ma'lum, bu otaning zimmasidagi vazifa bu. Ota agar bu masalalarda bir o'zida ilm bo'lmasa, boshqalar bilan maslahat qilmasdan oddiy bir ismlarni qo'yib qo'yadigan bo'lsa ham, ma'nosi yaxshi emas, ma'nosi chiroyli bo'lmagan ismlarni qo'yib qo'yadigan bo'lsa ham xato bo'ladi bu. Shuning uchun shu ulug'larning nomlarini qo'yaverish kerak. Chunki hadislarda ham keladi, shu ismni o'z egasiga nasibasi bor degan mazmunda bir hadislar bor. Ya'ni ism qanaqa bo'lsa, ya'ni Abdulloh bo'lsa, demak o'z-o'zidan bu Allohning bandasi, Allohga ibodat qilish tomoni unda bo'ladi. Ya'ni ismni ma'nosi bunga ta'sir qiladi degan mazmundagi gaplar bor-da. Demak, mana shunday ulug'larning ismlarini qo'yadigan bo'lsak, ularga havas qilib, inshaalloh ajab emas biz farzandlardan ham mana shunday elga, yurtga, dinga xizmat qiladigan yaxshi zurriyotlar Alloh taolo nasib qilsa, Allohu a'lam bis-savob. Mayitni dafn qilish chog'ida odamlar tuproq olib, unga suflab, belboqqa yig'ib, mayitning boshiga qo'yishadi. Shu ish joizmi? Bismillahirrohmanirrohim. Bu ish shariatimizda bor narsa bu. Buni ulamolarimiz kitoblarda, fiqh kitoblarida bu amalni mustahab amal deydilar. Ya'ni mustahab amal. Ya'ni qilgan odam savob bo'ladi, qilmagan odam hech qanday gunohkor bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham o'zlari sahobiylarni janozalariga borganda aynan shu ishni qilganlar. Ya'ni bu qanday qilinadi bu desa, fiqh kitoblarimizda buni o'rgatadilar. Ya'ni dafn marosimi bo'layotgan paytda shu bir hovuch turpoqni olinadi, unga minha xalaqnakum degan oyatni o'qiladi. Minha xalaqnakum shu oyatning o'zini birinchi hovuchda. Ya'ni minha xalaqnakum degani shu turpoqdan sizlarni yaratdim deb turib Alloh taoloning shunaqa mazmundagi oyat. Minha xalaqnakum degan oyatni o'qib turib shu oladida uni demak tashlaydi. Qabrni mayit dafn qilinayotgan qabrning ustiga. Yana bir marta olib va fiha nu'idukum degan oyatni o'qiydi davomi. Ya'ni mana shu turpoqqa yana qaytasizlar deyapti. Birinchi oyatda
bizni qayerdan yaralganligimizni Alloh taolo ishora qilyapti. Endi insonlar, sizlar turpoqdan o'zi chiqqansizlar, sizlarni turpoqdan chiqarganmiz, endi turpoqqa yana qaytasizlar deyilyapti. Endi uchinchisini olganda, uchinchi hovuch olinadida, unda va fiha nu'idukum taratan ukhra degan oyat bor. Davomi. Ya'ni yana turpoqqa qaytarilasizlar. Nu'idukum taratan ukhra. Ikkinchi marta sizlarni va nu'idukum taratan ukhra. Ikkinchi marta sizlarni qaytaramiz degan ma'noda. Ya'ni birinchi turpoqdan yaraldik, keyin turpoqqa qaytdik, mana vafot etgandan keyin turpoqqa qaytdik, yana turpoqdan chiqaryapti endi Alloh taolo bizni. Mana shu narsani bizga eslatish ma'nosida ulamolarimiz shu kitoblarda shuni yozib ketganlar. Rasululloh ham bu ishni qilganlar. Endi bu ish mustahab dedik. Buni ba'zi bir joylarda buni ko'ramiz. Yoshlar, hali chekada o'tirgan yosh qarilar ham shu ishga, dafn ishiga bir ishtirok etib qolsin deb, masalan, bir musulmonni dafn qilish katta savobga endi. Bu narsa nima uchun joriy qilingan bunaqa hovushlab turpoq tashlash desa, bu go'yoki bir hikmatlardan bittasida endi bu. Chekada o'tirgan qariyalar ham shu dafnga ishtirok etib qolsinlar. Ya'ni shu ajrni olsin deb turib, ba'zi yoshlar ikkita bir ligini ushlab oladi, belbog'ni ushlab oladi, bittasida turpoq bo'ladi, bittasi bo'sh bo'ladi. Hali qariyalarning oldiga boradi, qariyalar ana turpoqdan olib, unga ana birinchi oyatni o'qib, ya'ni shuf deydi, ana bo'sh haligi belboqqa tashlaydi. Mana shunaqa 3 marta olib tashlaydi, o'z-o'zidan keyin bu haligi belboqdagi narsa to'lgandan keyin borib qabrning ustiga to'kadi ular. Mana shu yerda ham Rasulullohning qilgan ishlarini qilayotgan bo'lamiz. Ham shu yosh kattalar, mana dafnga ishtirok olmaydiganlar, go'yoki shu dafnga ishtirok etish savobini oladilar-da inshaalloh. Demak, bu narsalar yuqorida aytganimizdek mustahab amal bu. Qilgan odam savob bo'ladi, qilmagan odam hech qanday gunohkor bo'lmaydi. Vallohu a'lam bis-savob. Xo'p, hurmatli ustoz, dinimizda hayvon urushtirish va unga pul tikish haqida nima deyiladi? Bismillahirrohmanirrohim. Bu savolda so'ralgan ikkita holat ham, ya'ni hayvon urushtirish ham va unga pul tikishdan ham shariatimiz qattiq qaytaradi. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir bu borada gaplari bor. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu keltiradilar. Naha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam at-tahrish baynal bahaim dedilar. Ya'ni hayvonlarning o'rtasida urushtirishdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizni qaytardilar degan mazmundagi hadis sharif. Bu yerda endi bu narsani ulamolar, hatto mana bu hadis bor, bu hadis, buni o'zi kifoya. Bundan 1987-yil aynan shu masalada, shu hayvonlarni urushtirish masalasida butun olam ulamolar, dunyodagi ulamolar birlashib Islom fiqh akademiyasi degan bir jamoa bor. Shular alohida shu masalaga haromligiga, ya'ni juda ham qattiq bu yomon narsa ekanligiga ular fatvo chiqarganlar. Haqiqatan ko'radigan bo'lsangiz, bunaqa hayvonlarni urishtirishda bularga juda katta zulm borda bu. Masalan, ularning aqli yo'q, ikkovini bir-biriga ro'para qilib qo'ysangiz, u urushaveradi u. Qancha hayvonlar shunda o'lib ketadi. Yoki qancha jarohatlar olib u oylab, yillab shu jarohatni dardini chekadi u. U qattiq hayvonlarga zulm bo'ladi. Bizi dinimiz hammamizga ma'lum, dinimiz hayvonlarga juda ham mehribon din bu. Hatto masalan bir qush tuxum qo'ygan bo'lsa, shu tuxumini qimirlatib bo'lmaydi deyiladi joydan. Chunki u bola ochib chiqadi ertaga, u tuxumlardan bola chiqadi. Yoki misol uchun bir hayvon in qurgan bo'lsa, inini buzib bo'lmaydi deyiladi. Chunki uni bir sarosamaga tushirish bor bu yerlarda. Endi bir-biri bilan urushtirish juda og'ir narsa bu. Hatto ba'zi bir kitoblarimizda bor, hayvonlarni urushtirib zulm qilgan odamlarga hayvonlar qiyomatda birinchi ulardan o'zini o'chini oladi deydi-da. Ya'ni ular ham qaytar dunyo deymiz-ku, endi hayvonlar ham buni o'z jazosini olar ekan bu bandalardan. Endi mana shunday bir butun hadisda qaytarilgan, butun ulamolar, butun dunyo ulamolari harom deb fatvo chiqargan narsaga endi pul tikish ham undan ham battar bir narsa u. Harom, zulm, unga qarab turib hayvonlar bir-bilan urushib, ularning halok bo'lishligini ko'rib turib, shularga pul topib, uni bola chaqasiga yedirish bu juda ham achinarli holat. Shuning uchun bu savol bergan muxlisimizga aytamizki, bu ikkita ish ham qat'iy shariatimizda taqiqlangan ishlardan. Alloh taolo hammamizga bundan panoh bersin. Allohu a'lam bis-savob. Yer ostida pishadigan sabzi, kartoshka, piyoz kabi sabzavotlarni kavlab olishdan oldin sotib olish yoki sotish joizmi? Bismillahirrohmanirrohim. Sabzavotlarni shu yerda turgan holatida sotish masalasi ketyapti. Buni fiqh kitoblarimizda bu masalani joizligiga fatvolar bor. Ya'ni ikki tomon rozi rizochilik bo'ladigan bo'lsa, ya'ni dehqon bilan xaridor agar rozi bo'ladigan bo'lsa, bunga
ulamolar ruxsat berganlar. Endi bu holat shundayki, bir yerda turgan bir gektar misol uchun piyoz bor. Shu xaridor shunday borib, shu piyozni uzilmagan, shuni hozir sotib olish masalasini aytyapti-da. Bunga ulamolar ruxsat berganlar, hatto ruxsat berib davomida aytadilarki, Fatavoy Qozixonda ham alohida shu masala keladi. Bu oldi sotdini joizligini aytib turib, davomida aytadilarki, shu xaridor shu oladigan joyini asosiy ba'zi bir joylarni ko'rsa kifoya dedilar. Albatta butun yerdagi shu mahsulotning hammasini ko'rib chiqish shart emas dedilar-da. Ma'lum joylarni ko'rib chiqsa, bo'ldi, u hammasini ko'rgan hisoblanadi-da. U sotib olgandan keyin qaysidir joylarda shu yerdan olayotgan qaysi joyda kamchilik chiqadigan bo'lsa, yo'q, men bu joyni ololmayman olmayman deyishga unda haq bo'lmaydi dedilar. Demak, bu savdo o'zi durust. Demak, sotib oladigan odam buni bir olishdan oldin yaxshi tekshirib, ma'qul bo'lsa, demak oladi. Shu bilan bu kelishgandan keyin orqaga qaytish yo'q, savdolardan biri hisoblanadi. Vallohu a'lam bis-savob. Tashakkur. Xo'p, namozdan keyin 33 tadan sano qiladigan salovatlarni chap qo'l bilan ham sanash kerakmi? Men faqat o'ng qo'limda sanayotganimda ayam chap qo'ling bilan ham sanamaysanmi? Ulardan ham qiyomat kuni so'ralasan degan ma'noda gap aytdilar. Shu to'g'rimi? Bismillahirrohmanirrohim. Bu yerda bu tasbihni o'ng qo'l bilan aytadimi, chap qo'l bilan aytadimi yoki ikkita qo'l bilan birgalikda tasbih aytadimi? Bu muhimi tasbih aytish. Hammasi joiz. Birortasida bir makruhlik yoki bir karohiyatli joy yo'q. Masalan, o'ng qo'l charchadimi, chap qo'l bilan tasbih aytish mumkin yoki ikkovi bilan tasbih aytish mumkin. Muhimi shu namozdan keyingi tasbihlarda bardavom bo'lish, bu katta narsa bu. Chunki hadislarda keladi, har bir kim agar bir farz namozdan keyin shu oyatal kursiyni o'qiydigan bo'lsa degan mazmunda hadis bor. U Alloh taoloning keyingi namozgacha himoyasida turadi degan mazmunda shuna katta va'da bordi. Qarang, Alloh taoloning himoyasi katta narsa-da u. Keyingi namozgacha, ya'ni keyingi namozni o'qib siz oyatul kursini o'qiguningizgacha, demak Alloh taoloning hifzi himoyasida bo'lasiz. Hech qanaqa narsa sizga u insonlar va boshqa narsalar hech qanday sizga ziyon yetkaza olmaydi degan mazmun bu. Yoki misol uchun namozdan keyin mana oyatul kursidan oldin yoki keyin 33 martadan tasbih aytamiz, ha? Savolda so'rayotgan narsa shu o'zi, 33 martadan tasbih deyaptilar. U tasbihlar ham juda ham fazilati katta. Masalan, hadislarda keladi, kim agar namozdan keyin 33 marta subhanalloh desa va 33 marta alhamdulillah desa, undan keyin 33 marta Allohu akbar desa, mana 33 bo'lib 99 bo'ldi. 100-chisini la ilaha illalloh vahdahu la sharika la lahul mulku va lahul hamdu va huva ala kulli shay'in qodir bilan tugatsa, demak mana 100 ta bo'ldi. Kim mana shuni har bir namozdan keyin qiladigan bo'lsa, uni gunohlari dengizi ko'pigicha bo'lsa ham Alloh taolo uni kechiradi degan mazmunda hadislar bor. Qarang, juda katta va'da-da bu. Demak, bir namozlardan keyin mana shunday zikrlarda agar bardavom bo'ladigan bo'lsak, inshaalloh u zikrni qaysi qo'lda qilishimiz muhim emas. Muhimi shu zikrni qilsak, inshaalloh bu a'zolarimizni hammasi shu qilgan zikrlarimizga guvohlik beradi. O'zimiz ham juda katta ajr mukofotlarni olamiz. Vallohu a'lam bis-savob. Erkak kishi titan metalidan uzuk va brasletlarni qo'liga taqsa bo'ladimi? Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Erkaklarga faqatgina shu taqinchoqlardan kumush uzukka ruxsat berilgan xolos. Kumush uzukka. Unaqa hozir bu savolda so'ralgan bu metal yoki boshqalari, misol uchun tilla deysizmi, boshqa. Kumushdan boshqa hamma shunaqa metallar birortasiga erkaklarga ruxsat yo'q. Chunki hadislarda qattiq qaytarilgan. Hatto shu tilla taqishlar, tilla taqinchoqlarni taqishdan ham hadislarda juda qattiq erkaklar qaytarilgan. Ayollarga ruxsat bor, lekin erkaklardan qaytarilgan. Masalan, hozir ba'zan ko'cha-ko'yda ko'rib qolamiz, erkaklar masalan qo'liga har qanaqa brasletlar taqib oladi yoki bo'yniga bir zanjirlarni taqib oladi. U hatto kumush bo'lsa ham ularga ruxsat yo'q. Bittagina erkaklarga bitta taqinchoqqa ruxsat bor, u ham bo'lsa uzukka ruxsat bor, u ham kumushdan bo'lsa. Boshqa metallardan, ya'ni kumush taqishga yo masalan taqinchoq taqishlarga hech qanday ruxsat yo'q. Vallohu a'lam bis-savob. Sajda holatida duo qilinsa ijobat bo'ladi deb eshitganman. Namozdagi sajdalarda ham duo qilsa bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Fiqh kitoblarimizda aynan shu mavzuda aytadilarki, farz va vojib namozlarning sajdasida, farz va vojib namozlarning sajdasida u duolarga ruxsat yo'q. Faqatgina subhana robbiyal a'la deb kamida 3 marta aytamiz yoki ko'proq aytishimiz mumkin. Bu farz bilan vojib namozlarning sajdasida, demak, u subhana robbiyal a'ladan boshqa narsaga zikrlarga ruxsat yo'q. Endi sunnat namozlar bor, keyin nafl namozlar bor. Bularning sajdasida shu 3 marta subhana robbiyal a'lani aytib bo'lgandan keyin zikrlarga ruxsat bor, shu duolarga.
ya'ni duolar, misol uchun u duolar ham qanday duolarga ruxsat bor deyilsa, u duolar ham arabcha bo'lishi kerak va haqiqiy Alloh taoloni o'zidan so'raydigan narsalar bo'lishi kerak. Masalan, gunohni kechirishligi, uni arabchasiga aytiladi endi. Allohumma g'firli, mana Allohim gunohimni kechir misol uchun. Allohumma ajirni minan nar, meni jahannamdan ozod qilgin, uzoq qilgin. Shunaqa arabcha bo'lsin va faqatgina Allohdan so'raydigan narsa bo'lishi kerak. Masalan, menga pul ber, masalan Allohumma atini samanan degan unaqa pulga o'xshagan oddiy narsadan so'rab bo'lmaydi. Nozik narsada bu. Chunki namoz bu Alloh taolo bilan muloqot bo'lgandan keyin ulamolar bu namozni o'zini qonun qoidalari bor. U namozning ichidagi duolar ham oyatda yoki hadisda kelgan narsalargina so'raladi xolos u. Hamma narsani duo ekan deb hamma narsa so'ralmaydi deb turib ulamolar alohida bunga qonun qoidalarini aytganlar. Endi mana shu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadislari bor. Aqrabu ma yakunul abd minalloh va huwa sajid fa aksiru ad-du'a kama qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni bandani Allohga eng yaqin bo'ladigan holati u sajda holati. Shunday ekan, sizlar duoni ko'paytiringlar degan mazmunda Rasulullohning hadislari bor. Haqiqatda mana shunday sajdada banda Alloh taologa juda ham yaqin bo'ladi. Shunday ekan, biz mana yuqorida aytilgandek nafl namozlarda yoki sunnat namozlarda, nafl dedik, masalan tahajjudga turganda mana shunaqa duolarni shu 3 marta subhan robbiyal a'la, subhan robbiyal a'lani 3 marta aytgandan keyin, hali yuqorida aytilgandek Allohumma g'firli, Allohumma g'firli yoki Allohumma ajirni minan nar degan duolarni qilsak, demak bu gunohimni kechirgin, meni jahannamdan uzoq qilgin degan mazmundagi duolar bu inshaalloh ijobatga juda ham yaqin bo'ladi. Yoki ulamolar yana bir ajoyib yo'lni o'rgatadilar shu joyda. Mana shu sajdada duo qilish masalasida. Masalan biz oddiy duo qilamiz-ku, qo'lni ko'tarib shu Allohdan so'raymiz bir narsani. Shuni namozga kirishmasdan turib sajda holatda so'rasa ham bo'ladi deydilar. Namozga kirishmaysiz, namozda emassiz. Shunday xuddi qo'lingizni ko'tarib duo qilgandek, uni qilmaysiz-ku, shunda sajdaga borasiz. Sajda turib Allohdan xohlagan tilingizda so'raverasiz. Chunki siz namozda emassiz, oddiy sajda holatdasiz. Ya'ni hadisga muvofiq eng Allohga yaqin holatlardan biri. Shunda, ya'ni Allohdan xohlagan tilingizda uni o'z hojatlaringizni so'rasak bo'ladi. Demak, mana shunday holatlarga amal qilib duo qiladigan bo'lsak sajdada ham inshaalloh shariatimizga muvofiq bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob. Qarzi bor odamning kundalik yeyish-ichish hukmi qanday? Qarz qaytarish muddati bo'lganligi va haqdorlar so'ramaganligi uchun qarz olmasdan oldin qanday yashagan bo'lsam, hozir ham deyarli shunday yashayapman. Go'shtli, yog'li ovqatlar yeyapman. Men gunohkor bo'lmayapmanmi? Bismillahirrohmanirrohim. Qarzdor kishi unaqa go'shtli yoki yog'li narsalarni yemaydi degan narsa yo'q. U shu odatdagidek narsalarni yesa bo'ladi. Faqatgina ya'ni uni g'ami, asosiy g'ami qarzni berish bo'lish kerak-da. Hali bu yerda qarz berish kerak, yoki bemalol bitta ovqatni o'rniga ikkita ovqat qilib yoki masalan ichimliklardan ham qo'sha qilib shunaqa isrofga yo'l qo'ymaslik kerak. Chunki hadislarda keladi, agar iza aroda deb boshlanadigan hadis, ya'ni hadisning o'zbekchasi shundayki, agar banda odamlardan pul olayotganda, bir kishi odamlardan pul olayotganda shuni ado qilishni g'amida bo'lsa, addallohu anhu degan hadis borda, ya'ni Alloh taolo unga yordamchi bo'ladi o'zi. Alloh taolo uni ado qilishiga o'zi yordamchi bo'ladi deydi. Mana shunday g'amda bo'lish kerak. Ya'ni qarz olgan odam. Hozir bu yerda savolga e'tibor beradigan bo'lsak, hali vaqti kelgan, lekin egasi so'ramayapti deyaptilar. Qani vaqti kelgan ekan, vaqti kelmagan, lekin egasi so'ramayotganligi uchun cho'zib yursam bo'ladimi deb bu kishi masala so'rayaptilar-da. Bu aslida o'zi haqiqiy hali insofi zo'r odamlar bu vaqtiga ham qarab o'tirmaslik kerak. Imkoniyati bo'ldimi? Masalan, bir oyda berishim kerak deb qarz olgan bo'lsa, bir oygacha pul bo'lib qoldi endi qarzga beradigan. Tezlik bilan beraverish kerak. Chunki zimmadagi bu qarz bu. Alloh saqlasin, umrimiz u bir oyga yetadimi, yetmaydimi, Xudo biladi buni. Hatto Alloh saqlasin, agar qarz bilan o'tib qolinadigan bo'lsa, ba'zi bir hadislarda keladi. Rasululloh qarzdor sahobani qarzi to'lanmagungacha o'qimayman deb yuz o'girib ketgan holatlari ham bo'lgan. Endi shunaqa og'irda bu aslida qarz masalasi. Chunki banda o'zini bu dunyodagi muomalasini u dunyoga ketishdan oldin hal qilib olish kerak, chiroyli qilib. Endi bu yerda qarzga to'lashga qodir bo'la turib, mana vaqt keldi, lekin so'ramayapti deyaptilar. Bu vaqt kelganda so'ramayotgan bo'lsa, u bechara bu kishini so'rasam xijolat bo'larmikin, qandaydir hali puli tayyor emasmikin deb yurgan bo'lishi mumkin endi u. Lekin u kishi undan beparvo, demak qarzni bermaydigan bo'lsalar, u ham xato bo'ladi-da. Chunki hadislarda keladi, matlul g'oniyi zulmun deyiladi. Ya'ni boy odam
qarzini to'lashga imkoniyati bo'la turib uni cho'zib yurishligi bu narigi tomonga zulm qilish hisoblanadi deydilar. Demak shunday ekanmi, imkoniyat bo'ldimi tezlik bilan qarzni uzishga harakat qilish kerak. Hozir ba'zilarda masalan qarz to'laydigan bo'lsangiz, ba'zilar uncha-muncha odam hozir qarz bermaydi. Sababi endi shunaqa qarzni vaqtida bermasligingiz mumkin deydi endi. Hatto shunaqa ulug' zotlar bo'lganlar, shunaqa jamiyatga meni ta'sirim bo'lib qolmasin deb turib, shunaqa holatlarda juda ham chaqqonlik qilib harakat qilganlar-da. Masalan, birovdan pul oladigan bo'lsa, vaqtida uni vaqtidan ham oldinroq. Nima uchun? Chunki masalan men cho'zib yuboradigan bo'lsam, odamlar, mana palonchi meni bundan pul olib, buni vaqtida olib kelib bermadi bu. Odamlarga qarz berib bo'lmaydigan payt kelibdi deb shunaqa men jamiyatga zararim tegib qolmasin degan maqsadda u vaqtidan oldin olib borib berish yoki shunaqa holatlarga qattiq e'tibor qilganlar-da ulamolar. Shuning uchun bu savolni bergan haligi kuzatuvchimiz bu mana vaqti kelgan bo'lsa, pullari bo'lsa, tezlik bilan qarzlarini to'lab, hali yelkalarini haligi qarzdan xoli qilishlari bu ayni muddao bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob. Men yurtimizga chet eldan ba'zi mahsulotlarni import qilish bilan shug'ullanib kelaman. Yaqinda bir tanishim bu ishing joiz emas, chunki sen kofirlar bilan savdo sotiq qilmoqdasan deb qoldi. Shu gapi to'g'rimi? Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q, bu gapi noto'g'ri bu. Sababi bizni fiqh kitoblarimizda hammasida oldi sotdi masalasida gap ketayotganda, ya'ni bu oluvchi yoki sotuvchi ikkovi ham albatta musulmon bo'lsin degan joy yo'q. Masalan, biri musulmon, ikkinchisi g'ayridin bo'lsa, boshqa din vakili bo'lsa ham oldi sotdi bo'laveradi. Muhimi ikki tomon rozi rizochilik bilan bo'ladigan bo'lsa, u g'ayridin bilan ham oldi sotdi qilishda hech qanday shariatimizda monelik yo'q. Lekin mana shunday, masalan, g'ayridinlar bilan muomala qiladigan savdogarlar yaxshi bir narsani anglashlari kerakki, bular u g'ayridin-ku deb turib, ba'zi bir narsalarda beparvo bo'lmaslik kerak. Masalan, yolg'on gapirib yoki unga qandaydir xiyonat qilib yoki qandaydir va'dalariga vafo qilmasdan shunaqa ular bilan muomala qilish kerakki, hali musulmonlarni havas qilsin-da. U musulmonlar bularning iymoni bor, bularning xudosi bor. Bular gapini ustidan chiqadigan odamlar deb shunaqa bizni havas qiladigan darajada ular bilan muomala qilish kerak. U masalan u musulmon emasku deb turib, masalan buni aldasa ham bo'ladi, ba'zi shunaqa noto'g'ri tushunchalar bor-da. Yoki mana hozir bu yerda u kofir, u bilan muomala qilish noto'g'ri deyaptilar. Bu narsalar bu ilmsizlikdan bu. Bu kitoblarimizda hammasida ruxsat bor. Hali al-muslimuna ala shurutihim degan qoida bor-ku, musulmonlar nimaga shartlashgan bo'lsalar, shu shartlarga muvofiq ish qilishlari kerak degan. Demak, u ro'paramizdagi odam bu musulmon bo'ladimi yoki boshqa din vakili bo'ladimi, shartlashdikmi, bir va'dalashdikmi, uni chiroyli va shu va'damizga muvofiq, shartimizga muvofiq amal qilishligimiz bu ayni dinimizning talabi bu. Vallohu a'lam bis-savob. Namozda zam suraga bir katta surani bo'lib o'qisa bo'ladimi? Oyatal kursiyni zam sura qilib o'qisachi debdilar. Bismillahirrohmanirrohim. Bitta surani bo'lib o'qisa ham bo'ladi zam suraga. Oyatal kursini o'zini ham zam sura qilsa bo'ladi. Lekin tarki avlo deydi ulamolar. Fiqh kitoblarida buni tarki avlo deydi. Ya'ni afzal ishni qilmagan bo'ladi deydilar. Zam surada eng afzali bitta to'liq surani o'qishlik deydi ulamolar. Bir surani boshidan boshlab oxiriga tugatish. Nima uchun desa, chunki bitta surani to'liq o'qishda bitta mazmun boshlanib oxiriga yetgan bo'ladi-da u. Bir masala boshlanib, bir ma'no boshlanib oxiriga yetgan bo'ladi. Ana shunday bir ma'no boshlanib oxiriga yetgan bir surani o'qish eng avlosi, eng afzali deydilar-da. Hali savolda so'ralgandek bir uzun surani boshidan masalan 10 qator, oxiridan bir 5 qator qilib o'qisa ham bo'ladi. Oyatal kursilarni o'qisa ham bo'ladi-yu, ularda qaysidir ma'nolar tuganmagan bo'lib qoladi-da endi. Shuning uchun u masalan ulamolar uni makruh demaydi-yu, lekin afzal ishni qilmagan bo'ladi degan fatvoni beradilar. Shuning uchun masalan imkonimiz bor ekan, ya'ni bitta to'liq surani zam sura qilganimiz eng afzali bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob. Tashakkur domla. Sajdada oyoqlar ko'tarilib yerdan uzilishi bilan namoz buziladi deyishadi. Haqiqatdan ham shundaymi? Bismillahirrohmanirrohim. Bu masalada ulamolarimizni turli xil fatvolari bor. Imom Quduriy rahmatullohi alayhi, keyin Xoharzoda, yana ba'zi bir ulamolar sajdaga borgan odamni oyog'i sajdaga tegib turishligini farz deydilar ular. Farz deydi. Demak, o'z-o'zidan oyoq uzilib 3 tasbih miqdorcha, ya'ni sajdani boshidan boshlab oxirigacha oyoq yerdan uzilib turadigan bo'lsa, namoz buziladi deydilar. Juda bularning fatvolari og'ir, qattiq. Endi ba'zilar Ibn Obidin rahmatullohi alayhiga o'xshaganlar, ya'ni ko'pchilik ulamolar, oxiringi gap shu, bular sajda qilgan odamni
oyog'i sajda qildi, oyog'i yerga tegib turishligi, ko'tarilib ketib qolmasdan tegib turishligini bular vojib deydilar endi. Ko'pchilik ulamolar mana shu fatvoni olgan endi. Demak, bunaqa ulamolar aytadiki, 3 tasbeh miqdoricha, ya'ni oyoq yerdan uzilib tursa, unda o'z-o'zidan bu odam makruh ish qilgan bo'ladi deydi. Namoz buzilmaydi-yu, makruh ish qilgan bo'ladi deydi. Demak, baribir nima bo'lganda ham bu masala juda ham nozik masala. Namozga bordikmi, albatta peshonamiz yerga tegdimi, albatta oyog'imiz ham yerga tegib turishi kerak-da. Oyoq barmoqlari, ya'ni barmoqlar imkon bo'lsa qiblaga sal bukilgan holatda mana shunday yerga yaxshi yopishib turishi kerak. Ana shunda namozlarimiz chiroyli mukammal bo'ladi. Alloh saqlasin, agar bunaqa sajdani boshidan oxirigacha oyoq uzilib yerdan ko'tarilib turadigan bo'lsa, ba'zi bir yoshlarni ko'rib qolamiz, shu boshi sajdaga yetib yetmasdan turib oyog'i ko'tarilib ketib qoladi. Unaqa holatda namozga yaxshi ya'ni nuqson yetib qoladi-da. Shuning uchun namozda shoshilmasdan oyoqlarni chiroyli yerga tekkizib turishligimiz bu ayni muddao bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob. Qizimning turmush o'rtog'i safarga ketgan edi. Ba'zilarning aytishiga qaraganda er-xotin 6 oy davomida ko'rishmasa, o'rtaga taloq tushib, qaytadan nikoh o'qitish kerak ekan. Shu gap rostmi? Bismillahirrohmanirrohim. Bu shariatga muvofiq bog'langan nikoh o'z-o'zidan buzilib qolmaydi. Masalan, hozir bitta safarga kuyov bo'la ketgan, 6 oydan ko'p yoki 1 yildan ko'p shunaqa alohida bir-birini kelin-kuyov ko'rmasligi, bir-birida joyda yashamasligi o'rtadagi nikohni buzib yubormaydi-da. Modomiki shu kuyov bola taloq lafzini ishlatmagan bo'lsa yoki taloq tushadigan bir gaplarni, ishlarni qilmagan bo'lsa, demak o'z-o'zidan bu yerda shariatga muvofiq tuzilgan nikoh buzilib qolmaydi endi. Shunday ekan, masalan safarda 6 oy undan ko'p yuradigan bo'lsa ham qaytib kelsa, u nikoh o'qitish shart emas. Lekin bu safarda o'zi ba'zi ulamolar aytadi, 6 oygacha mayli yurishga ruxsat deydi. Ba'zilar 4 oydan ko'p yurib bo'lmaydi deydilar. Shu uzoq yurishlik, bu oiladan alohida uzoq yurishlik yaxshi narsa emas bu. Lekin bu yaxshi narsa bo'lmasa-da, lekin bu shu ishni qilgan odamning nikohi buzilib qoladi degani ham emas-da endi bu. Bu gapni juda ko'p so'raladi. Masalan, fatvo markazidan ham juda ko'p shu haqida savollar bor. Buni ulamolar aytadilarki, bu qayerdan odamlarning ichida shunaqa savollar tug'ilib qolgan? Nimaga shunaqa savol beraveradi desa, bir paytlar Buxoro sharifda shunaqa bir holat bo'lgan ekanki, shu bir qurg'oqchilik bo'lib, qiyinchilik bo'lib, ba'zi erlar nikohdan keyin oilasini boqa olmasdan, shu bilan uzoq yurtlarga ketib, shu bilan ancha muddat kelmay qolgan holatlar bo'lgan ekanda. Maqsad oilani boqa olmasa, shu bilan ketib borgan ular. Shunaqa holatlar bo'lgandan keyin ayollarni endi huquqini himoya qilish maqsadida ayollar bitta eri ketgan, uni talog'ini ololmaydi, boshqasiga turmushga chiqay desa, taloq erdan ruxsat olmagan bu. Shunaqa qozilar shunaqa nikoh o'qiyotgan paytda alohida shartlar qo'ygan ekanki, shu kuyov bolaga nikoh paytida agar sen 6 oy va undan ko'p agar nafaqasiz qoldiradigan bo'lsang ayolingni, talog'ini o'zimiz beramiz deb. Yoki shunaqa bir lafzlar bilan kelinni o'ziga ixtiyorlarni berib 6 oydan keyin talog'ingni o'zing talog'ini berasan deb shunaqa shartli ravishlarda nikoh o'qitish holatlari bo'lgan ekanda. Ana shu paytdan bu xalqning ichiga kirib qolgan endi. Alhamdulillah hozirgi masalan necha yillardan bunaqa narsalar yo'q endi, alhamdulillah sehrobgarchilik. U nikohlarimizdan unaqa shartli ravishda o'qilmaydi. Shuning uchun bu chiroyli shariatga muvofiq nikoh o'qilgandan keyin u alohida er-xotin bir-biridan uzoq yurishlik bilan o'zidan o'zi taloq tushib qolmaydi. Vallohu a'lam bis-savob. Hali chirimagan go'ngni, ya'ni ho'l holicha uzumlarning tagiga solamiz. Shu ishimiz joiz bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Bu hayvonlarning go'ngidan yoki parrandalarning go'ngidan ekinlarga foydalanish joiz. Bu yerda ulamolarimiz ochiq oydin bunga fatvolar berganlar, ruxsat berganlar. Chunki buni ekinlarga foydasi juda ko'pligini ham ulamolar alohida kitoblarida aytib o'tadilar endi. Hatto buni foydasi ko'pligidan buni sotishga ham ruxsat berganlar. O'zi najosat narsani, yomon narsani sotish mumkin emasdi. Hatto Muxtasarul Viqoya kitobida sohha bay'us sirqin degan iboralar bor. Ya'ni go'ngni oldi sotisi durust deydilar. Qarang, shunaqa darajada. Demak, dehqonga shunaqa o'g'it kerak bo'ladigan bo'lsa, shu mol boqayotgan odamlar shuni sotib olib kelib, buni dalasiga bemalol ishlatsa bo'lishligiga ulamolarimiz fatvo berganlar. Bu yerda hech qanday muammo yo'q. Vallohu a'lam bis-savob. Sajda oyatlarini eshitgan yoki o'qigan kishi sajda qilishi kerak ekan. Shu haqida to'liqroq ma'lumot bersangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Dar haqiqat Qur'oni Karimni shu 14 ta joyda sajda oyatlari bor. Ya'ni Qur'on o'qiyotgan odam, xatm qilayotgan odam shu oyatni o'qidimi,
shu sajda qilish kerak bo'ladi. Zimmasiga sajda qilish vojib bo'lib qoladi. Yoki eshitdimi, sajda qilish vojib bo'lib qoladi. Uni ma'nosini biladimi, bilmaydimi farqi yo'q. Chunki u oyatlar 14 ta joyida, Qur'onda 14 ta joy deyapmiz. U oyatlarni o'qisangiz, asosiy ma'no shu Alloh taolo tomonidan siz bandalarni sajda qilishlikka buyruqlar bor-da yerda. Ya'ni sajda qilinglar degan ma'no bor. Shunaqa ma'noni endi banda o'qigandan keyin, garchi ma'nosini tushunmasa ham, u demak sajda qilishga buyurilgan endi u. Sajda qilish vojib. Hatto hadisda keladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, sizlardan biringiz agar sajda qiladigan bo'lsa, sajda oyatini o'qib sajda qiladigan bo'lsa, shayton uni ko'rib qattiq yig'lab qochar ekanda. Aytar ekanki, "Ey voh, mana bu banda, bu inson sajda oyatiga buyurildi, mana oyatni o'qib turib sajda oyatiga buyurildi-da, bu sajda qildi bu. Mana valahul janna. Bunga jannat bo'ladi. Menga sajda qilishga buyurilgan edim" deb shayton o'zini. "Menga sajda qilishga buyurilgan edim, men lekin osiylik qildim, isyon qildim, sajda qilmadim. Fali annar" deydi hadisda. Ya'ni menga endi jahannam bo'lsin. Jahannam bo'ldi menga. Men jahannamiy bo'ldim degan mazmundagi hadis endi bu. Demak, mana shunday shu sajda oyati o'qildimi, buni ulamolar aytadilarki, shu joyni o'zida sajda qilgani yaxshi deydilar. Endi mabodo shu Qur'on o'qiyapti yoki eshitdi, sajda qiladigan sharoit yo'q. Bu keyinroq sajda qilsa ham bo'ladi endi. Gunohkor bo'lmaydi-yu, lekin zimmasida turadi. Agar mabodo shu sajda esidan chiqib qolib, sajda qilmay qo'ysa, u zimmasidagi bir vojib amalni bajarmasdan gunohkor bo'lib, unga oxiratda ham javobgar bo'ladi endi. Mana shunday narsa bu sajdaga endi namozda bo'ladigan bo'lsa, masalan, namozda o'qildimi, namozni ichida sajda qilish kerak deydi. Namozni ichidagini tashqarida uni qazosi yo'q. Namozda sajda qilmadingizmi, o'z-o'zidan gunohkor bo'lib qolasiz. Tashqarida uni qilib bo'lmaydi endi. Lekin namozdan tashqarida o'qilganda uni o'z-o'zidan shu paytda qilgan eng yaxshi, hali yuqorida hadisda aytilgandek shaytonni, ya'ni yig'latib uni o'zingiz oldingizdan qochirishga bir sababchi bo'lasiz, ham Allohning buyrug'iga amal qilib, joyida vojib amalni bajargan bo'ladi endi. Mana shu o'rinda ulamolar aytadiki, tarjimalarni eshitsachi deydi. Misol uchun Qur'onni bir chekadan o'qiyapti-da, o'zbekchasini yoki forschasini o'qiyapti, tarjimani o'qiyapti. Arabiy emas. Arabiy lafz o'qigan yo'q. Tarjimani o'qiydigan bo'lsa, unda odamni o'quvchining zimmasiga sajda qilish vojib emas deydilar. Faqat arabcha matn, Qur'on oyati o'qilsa, o'quvchiga-yu eshituvchiga o'z-o'zidan bu sajda qilish vojib bo'ladi. Endi qanday sajda qilinadi desa, buni kayfiyati oson. Bitta sajda qilinadi, bitta. Ya'ni u odam tahorat bo'lishi kerak, qiblaga qarab, xuddi namozga qanday tayyorgarlik qiladigan bo'lsa, xuddi shunday qiladi-da. Allohu akbar deb bitta sajda qiladi. Allohu akbar deb to'g'ri sajdaga boradi. Sajda qilib, sajdada 3 marta subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la deb, ya'ni Allohu akbar deb shuni qaytadi. Bo'ldi, mana bitta sajda. Bitta sajda, boshida bitta Allohu akbar bor, oxirida bitta Allohu akbar bor. Hali sajdadan turgandan keyin u attahiyot o'qish yo'q yoki salovat o'qishlar yo'q. Faqat bitta sajda xolos. Mana shunday. Bitta. Uni misol uchun xolasa o'tirgan joyda ele shundoq qilsa ham bo'laveradi. Yoki masalan tikka turgan bo'lsa, tikka turgan qilsa ham bo'ladi. Farqi yo'q. Uni alohida bir tikka tur degan bir buyruq ham yo'q. Muhimi bitta sajda. Sajda bo'lsa bo'ldi. Demak, sajda mana shulardan iborat. Allohu a'lam bis-savob. Tashakkur. Bugungi to'g'ridan to'g'ri efirimiz uchun kelgan so'nggi savol ekan va undan keyin yakun yasab berasiz, ustoz. Men ba'zan qiroatning oxirlarini rukuga borganda tugataman. Shuning zarari yo'qmi? Ya'ni Zam surani oxirgi oyatlarini rukuga egilganimdan keyin tugatib, egilgan holatimda rukuga takbir aytaman. Keyin ruku tasbihlarini aytaman, debdilar. Bismillahirrohmanirrohim. Bu savolda so'ralgan holatdek namoz o'qishlikni ulamolarimiz kitoblarida makruh deydilar. Ya'ni bu kishi aytmoqchiki, Zam surani hali tugatmasdan turib, masalan, Qul huvallohu ahadni Zam sura qilyapti, oxirgi oyatlari valam yakullahu kufuvan ahad. Shu valam yakullahu kufuvan ahadni u demak hali tugatmasdan turib rukuga ketib qolyapti-kanda. Bu kitoblarda keladi o'zi ruku holatida yoki sajda holatida qiroat qilish yo'q deyiladi-da. Rukuni o'zining tasbihi bor. Sajdani o'zini zikrlari bor, tasbihlari bor, shularni qilish kerak. Demak, biz haqiqiy kitoblarimizga muvofiq o'qishligimiz uchun sura Fotihani o'qib, orqasidan Zam surani o'qib tugatib bo'lganimizdan keyin, Zam sura tugagandan keyin egilishni boshlash kerak. Agar bu savolda so'ralgandek, hali Zam sura tugamasdan Zam suraning oxirgi oyatlariga borganda egilib olib, egilgandan keyin hali surani tugatib, keyin hali egilib qoldi endi rukuga Allohu akbar deb keyin rukun tasbihlarni boshlaydigan bo'lsa, uni qilishlik makruh bo'ladi endi u. Shuning uchun nima shoshilmasdan bu yerda bir
soniyalar, 1 soniya, 2 soniyalik bir holat. Shuni deb, shunga shoshilib misol uchun namozga nuqson yetkazib olinadi endi. Shuning uchun chiroyli zam suralari tugatib oxiriga yetgandan keyin xotirjamlik bilan Allohu akbar deb rukuga takbir aytiladigan bo'lsa, bu inshaalloh haqiqiy kitoblarimizga muvofiq bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob. Hurmatli azizlar, shuning bilan bu savol-javob, onlayn savol-javob ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Kelgusi ko'rsatuvlarda mana shunday onlayn savol-javoblarda sizlar bilan ko'rishguncha Allohning panohida bo'ling deymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.